Davom etamiz. Ayol borki, olam munavvar. Ayol borki, hayot go'zal va maftunkor. Bejiz xotin-qizlar bahorga qiyoslanmaydi. Sababi go'zallik, nafosat, yangilanish, hayot davomiyligi, bahor va ayol tushunchalariga uyg'unlashib ketgan. Bahorning ilk kunlarida Nafosat bayrami 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni keng nishonlanadi. Vohamiz bo'ylab o'tkazilayotgan tadbirlarda jamiyatning go'zal xilqatlari yana bir bor qadr topyapti. Sana munosabati bilan joylarda bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Tafsilotlar muxbirlarimiz lavhasidan o'rin olgan. Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasida 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan bayram tadbiri tashkil etildi. Tadbir avvalida sohada fidokorona mehnat qilayotgan ayollar uchun haqiqiy bayram muhiti yaratildi. Erta tongdan xotin-qizlar gullar va ehtirom bilan kuy-qo'shiqlar sadosi ostida kutib olindi. Bu e'tibor va samimiyat ularning yuz ko'zidagi quvonchni yanada oshirdi. Shundan so'ng tadbirning asosiy qismiga o'tildi. Unda viloyat soliq boshqarmasi mutasaddilari soliq xizmatida mehnat qilayotgan xotin-qizlarni bayram bilan tabriklab, ayollarning oila va jamiyat hayotidagi beqiyos o'rnini alohida ta'kidladi. Bugungi kunda ayol nafaqat xonadon bekasi, balki iqtisodiyotimizning mustahkam tayanchi hamdir. Soliq tizimidagi mas'uliyatli murakkab vazifalarni erkaklar bilan yelkama-yelka turib, sadoqat bilan bajarayotgan xotin-qizlarga minnatdorchilik bildirildi. 8-mart xotin-qizlar bayrami munosabati bilan tadbir tashkil etildi. Biz bundan juda xursand bo'ldik. Ayniqsa ayollarimizni ertalabdan ishxonada gullar bilan, yaxshi kayfiyat bilan, xursandchiliklar bilan kutib olishgani biz uchun juda katta xursandchilik bo'ldi. Bu e'tibor, bu hurmat biz uchun katta baxt deb o'ylayman. Hamma ayollarimiz xursandchilikdan juda mamnun bo'lishdi. Ayol ona, o'qituvchi, tadbirkor, muhandis va uy bekasi. U qaysi sohada faoliyat yuritmasin, o'z mehnati va matonati bilan ulkan natijalarga erishib kelmoqda. Mehnatsevarlik, fidoyilik, mas'uliyat va tartib-intizom kabi fazilatlar ularni kasbiy kamolot sari yetaklaydi.